Hörmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Amerika Kengash palatasida Xitoy bilan iqtisodiy raqobatni maqsad qilgan qonun loyihasining ma'qullanishi Xitoyning inson haqlari dafsanchiligi tufaylidan 2022 yillik Beijing qishliq olimpik tantaribiya musobaqasini boykot qilish imkoniyatini hozirlaydi ekan. Kengash palata a'zolaridan Mitt Romney, Ray Yuta, Tim Kaine Xitoyning Sharq Turkiston va Hong Kong xalqiga qaratgan inson haqlari dafsanchiligi tufaylidan qonun loyihasiga tuzatish kirgizishni talab qildi. Romney payshanba kuni Kengash palatasi kichik komitetining isbot anglash yig'inida Xitoyning o'zining qilayotgan qilmishlarini asosan dunyodan yushira oladiganligini, shirkatlarning iqtisodiy jihatda boykot qilish kerakligini, ammo shirkatlarning cho'qim bir necha o'yin uchun yordam mablag'i setib olish kerakligini, shunga ular ma'lum bir davlatni tanlay olmaydiganligini aytdi. Keyinning aytishicha, Xitoyda o'tkazilgan olimpik tantaribiya musobaqasi har qaysi tarafning diqqatini Uyg'ur xalqiga qaratilgan vahshiylikka markazlashtirish fursati yaratib bergan. Romney martda New York vaqt gazetida e'lon qilgan maqolasida prezident va diplomatlar, Oqsaroy amaldorlari an'anaviy vakillar umkini Beijingga avatmay, Xitoy o'qituvchilari, diniy doiralar va oz sonliq millatlarni bu davlatga vakillik qilishga taklif qilish kerak degan edi. 2002 yili o'tkazilgan qishliq tanarkat musobaqasiga riyosatchilik qilgan Romney bu qonun loyihasiga kirgizilgan Beijing olimpik tanarkat musobaqasini iqtisodiy boykot qilishni talab qilib, 2022 yillik o'yinlarni tarqatish huquqiga ega shirkat NBC bilan hamkorlashib iqtisodiy va diplomatik boykot qilishni talab qildi. Richardson Xitoydagi amerikalik tanarkatchilar savol so'rash yoki oddiylar oila a'zolari bilan paranlashish orqali bo'lsa Uyg'urlar haqida shaxsiy, ijtimoiy aloqa tor bekatlarining e'lon qilinishini umid qilish kerakligini aytganda, Romney bunda qilganda Xitoyning qonuni bo'yicha qo'lga olinishi kerakligini, davomlashayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining dunyo tarixidagi yirginishlik bir davrni eslatadiganligini, dunyodagi nurg'un davlatlar bu ishni qilayotgan davlat bilan normal munosabatda ekanligini eskartdi. Richardson Xitoy hukumatining maqsadi barliq Uyg'urlarni va boshqa turk musulmonlarini majburiy holda davlatga qaytarish. Shunday qilganda ular hikoyasini sirtdagi kishilar bilan o'rtoqlasha olmaydi. Menimcha bu intayin qo'rqinchli harakatlantiruvchi kuch. O'rta Osiyo va O'rta Sharqdagi ba'zi davlatlar Uyg'urlarni Xitoyga topshirib berdi. Nurg'un hukumatlarning buningga amal qilganligi va buningga yordam qilganligi kishini andishiga soladi dedi. Amerika Avom palata a'zosi Marco Rubio payshanba kuni CNN erishgan Dubay, Saudiya Arabistoni qatorliq davlatlarning Uyg'urlarni Xitoyga topshirib berishdek dalil isbotlarga qarata Amerikaning dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarni texnik yaxshi qo'g'dashi uchun Xitoy hukumatining o'z territoriyasidan xalqqa harakat qilish qilmishiga qarshi kurash qilish kerakligini o'ttirib qo'ydi. Amerika Kengash palatasining tashqi munosabatlar komiteti a'zolari kishilik huquqni kuzatish tashkilotining Xitoy direktori Sophia Richardson bilan o'tkazgan suhbatda Xitoyga topshirib berishga aloqador maxsus dokladni tilga oldi. Rubio payshanba kuni komitetida so'zlagan nutqida CNN bir Uyg'ur erning Dubaydagi homildor ayoldan ayirib Xitoyga topshirib berilganligini xabar qildi. Agar biz hozir Xitoy Kommunistik partiyasining o'z territoriyasidan xalqqa qilayotgan qilmishlariga qarshi kurash qilmasak, hamon bir kuni bu xil odatlar texmi ko'paydi. Hatto Xitoyning sirtidagi nurg'un joylarning bevosita Xitoy Kompartiyasi tomonidan kontrol qilinib, xatarlik ahvolda qolganligini bayqaymiz. Biz bu jinoyatlar haqida ularga chaqiriq qilgandan boshqa yana amaliy ish qilishimiz kerak. Xitoyning Uyg'urlarni jimiqtirish va dunyoning diqqatini davom qilayotgan vahshiylikdan yiroqlashtirish tirishchiligi chet elda yashayotgan Uyg'urlarni majburlash va qo'rqitishni o'z ichiga oladi. Amerika fuqarolari, Amerika aholilari Xitoyning o'zini nishonga olish xavfi va atalmish Shinjongda qolgan oila a'zolariga irqiy qirg'inchilik yurgizish qilmishini so'zlayotdi dedi. Inson haqlarini kuzatish tashkilotidagi Richardson CNNning dokladida oshkorlangan misollarni naql keltirib, Amerikaning Misr, Arab Birlashma Xalifaligi va Saudiya Arabistonga yaqinlashishini, Amerika va uning ittifoqdoshlarining xalqaro qonunlarga asosan Xitoyga topshirib berish qilmishlarining iqtidorli sudda muzokara qilinguncha Uyg'urlarga panohlik berishini talab qildi. Keyin Amerikaning yaxshi tadbirni o'ylashligini. CNN dokladida tilga olingan 3 davlatning hammasi Amerikaning asosli ittifoqdoshlari ekanligini. Agar tutib turish ittifoqdosh davlatlarda yuz bergan bo'lsa, undaqda Amerika balkim
an'anaviy panohlanish qoidasini bu yerga ilib kelsa, boshqa davlatlarmi buningga ergashsa bo'ladiganligini. Har haftada Uyg'urlarning chegaradan qo'g'lab chiqarish xavfi to'g'risidagi dokladni topshirib oladiganligini. Hukumatlarning kishilarning faqat millatiga tayinibla qaytarilsa, tangdoshsiz xatar ichida ekanligini tushunmaydiganligini. İnsan haqlarini kuzatish tashkilotining hujjatlarida xotirlanishicha, Uyg'urlarning tunji qatim chegaradan qo'g'lab chiqarilishining 2009-yili Kambodjada yuz berganligini, O'rta Osiyoning o'xshamagan joylarida va O'rta Sharqda kunsiri kuchayotganligini, O'rta Sharqdagi davlatlarning va Xitoyning CNNning bu haqda so'ragan savollarga javob bermaganligini aytdi. Nyu-Yorkda yashaydigan hindistonlik ayol jurnalist Megha Rajagopalan Sharq Turkistondagi jazo lagerlarining haqiqatini, ya'ni sun'iy hamroh suratini tahlil qilib, Xitoyning millionlagan Uyg'ur musulmonlarini qanday qilib jazo lagerlari va turmalarga tashlaganlikdan iborat haqiqatni tasvirlagan g'oyat zo'r dokladni dunyoga oshkorlaganligi uchun axborot dunyosidagi eng oliy mukofot Pulitzer mukofotiga erishdi. Meghaning dadasi Pulitzer mukofotiga erishganligi uchun qizini tabrikladi. Megha dadasiga rahmat aytdi va buni Twitterda ham baholadi. Internet taratquchi BuzzFeed News'ning ikki muxbirimi Hindistonda tug'ilgan jurnalist Neil Baydimo yerlik doklad berish turida Pulitzer mukofotiga erishdi. Axborotchilikdagi Pulitzer mukofoti tunji qatim 1917-yilda tarqatilgan bo'lib, Amerikadagi eng donglik sharaf hisoblandi. Mukofotlash murosimi ilgari 4-oyning 19-kuni planlangan. Xitoy virusi sababdan 6-oyga kechiktirilgan. O'tgan yilmi yuqumli kasal sababdan mudiriyat a'zolari aldirash, kandidatlarni o'ylash uchun texnik ko'p vaqtga ehtiyojli bo'lg'achqa, mukofotga erishganlarni e'lon qilish 2 hafta kechiktirilgan. Hammamiz uchun birla tanlash bor. Sharaf, g'urur, insonlik, nomusni saqlab yashash uchun mustaqillik yo'lida harmay talmay izchil kurash qilish. Buningda durustlik, fidokorlik, chidam, tavranmas iroda, qat'iy ishonch kam bo'lsa bo'lmaydigan omillardir. Saxtapazlik, shuhratparastlik, shaxsiy manfaatni ustun o'ringa qo'yish, xiyonat, mustaqillikqa erishishga putlakashang bo'ladigan, insonni chuparanlashtirib, ikkili dunyolik mukofotdan mahrum qoldiradigan illatdir. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rgan uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.